Soat 1:30 endi kechki payt bo'ldi. Ham uxlagan, shuning uchun sekin shirinliklarni olib bugun obzor qilib yeb chiqamiz hammasini. Ay, yuricha qo'ymaydi bo'ldi-da endi. Takoy. Xo'p, birinchi vaflidan boshlasak. Vaflimiz. Xo'p, paketini ochsa yaxshi bo'lardi vaflimizni. Tak. Qilib qo'yaylik. Sekin, shoshmasdan yeymiz. Bunaqa asal sifatli vaflilarimiz bor. Mana shunaqa. Shirinlik yaxshi ko'raman-da, to'ychinoslar. Maza qilib yo'qman. Bunaqa yong'oqlarimiz ham bor ekan. Asatga asib turish kerak. Gigiyena qo'ylarga yaxshi turish kerak. Ha. Vaflimizdan yeymiz ha. Olsa yaxshi bo'ladi. Uzr endi beparaz o'tiraman ozgina. To'g'risini nechun? Bunaqa qurutneli konfetlarimiz bor. Shu. Maslahat beraman. Ko'proq yeyish yaxshi ko'raman-da, ikkitalab yeyman shunaqa. Mazari, shuni og'zimni to'ldirib yeyish yaxshi ko'raman. Nimadir-da endi o'tiradi. Uzr endi sal farasatim yo'radi. Borda farasatim yo'q ekan deganda. Turkan. Yo'q. Ko'tar. Короче, kimdir uyg'onib qolmasdan yashirib qo'ya qolib yo'ladi emas ekan. Voy, bunaqa narsamiz ham bor ekan. Ana, yoshligimizda yerdik-ku, guruchli, kukuruz. Shunaqa narsani paketini ochsam qiyin ekan. Paketi bilan yig'onamiz, farqi yo'q. Konfetlarim bilan og'zimdan yopishib qoldi. Shu gigiyenaga rioya qilib og'zimizni ham tortib olsa yaxshi bo'lardi. Voy. Bo'ldi. Yaxshi. Keyingi safargacha ko'rishguncha.